kecha ziyofatda hamma erkaklar xotinni gapiga kirib ish qiladi dedingiz. Ana, bundan keyin 5-6 ta hali beba'zi latifalaringizdan ham aytib tashladingiz. Shu javoblarimni jahli chiqdi-ya. Endi biroz hazil qilib o'tirdik-da, bunisiga kayfim biroz boshqaga. Ana shuning uchun sizga mana shu hovlini taqdim qildilar. Bundan keyin 4 ta kelin tayinlab qo'ydilar. Yana qanaqangi kelin? Siz birinchi qadamdan keyin 10 tasini, ikkinchi qadamdan keyin 20 tasini, uchinchi qadamdan keyin 30 tasini, siz 30 tasini ipaga yechib bersangiz deb maqtanib qo'ydingiz. Mana bundan keyin podsho janoblarning jahli chiqdi. Sizga xo'ja Nasriddin 30 ta u yoqda tursin, 4 tani eplab olsin dedilar. Undan keyin tayinlab ham qo'ydilar hammasini, hali zamon kelib qoladi. Ya, taqsir. Agar siz shartlarni bajarmasangiz, sizning eshagingizni dumini kesib, eshakka teskari o'tkazib sadoyi qildirib yuboradi. Shu kerakmi sizga? Shu kerakmi sizga? Taqsir. Tamam, e'tirozga o'rin yo'q. Eshagim men yaqin do'stim. Men deb eshagim jahon bo'lishini aslo istamayman. Eshagim ancha-muncha odamdan afzal. Nimaga barvoq bosganini bilanglar. Men kim xo'ja Nasriddin? Menda o'sha xo'ja Nasriddin. Men yozilgan. Men kim xo'ja Nasriddin? Men xo'ja Nasriddin. Bilaman siz, lekin men yozilgan. Meni ya'ni kim xo'ja Nasriddin quyidagi shartlarni bajarishga ont ichaman. Birinchi, 4 ta ojizani o'z nikohimga olaman va shuningdek, ularni to'sh turmushi kiyim-kechagi, yeyish-ichishini o'z majburiyatimga olaman. Ikkilamchi, men ya'ni kim xo'ja Nasriddin siz shartlarni chetlab yo'q. Shariatga xilof qilgan holda nikohimdagi ojizalarga taloq hadini bermaslikka ont ichaman. Xulosa-yu qiyomat shundirki, magaram yuqoridagi shartlarni bajarmasam yoxud bajarishdan bosh tortsam, eshagimning dumini kesilishiga va o'zimni sazoyi qildirilishiga roziman deyilgan. Magaram ojizalar o'z xohish istaklari bilan aloqatini talab qilsalar, xo'ja Nasriddinga bo'ldi, to'xtang. Mana shu joyni boshqatdan o'qing. Biz qolib ekan, o'qing shu joyni. Shu joy. Yo'qmay bo'lsin. Aytang. Magaram xo'ja Nasriddinga har oyda 10 million tanga maosh tayin qilinadi va shu bilan birga o'sha hovli kishining nomlariga xat qilib beriladi. Men vaqtimni kelinlar hali zamon kelib qoladi, o'zingiz kutib olasiz. Men borib bunday gaplashib kelay. Chiqay. Boshimni bajarish kerak. Bu boshqaga. Odamlarga ham hayron qolasan-da, voy. Meni ham xo'ja Nasriddinni ayol kishi bilan urmoqchi bo'lishyapti. Ularni shunaqangi o'ynatib, ta'zirini berayki, hasratlaridan chang chiqib ketsin. Afandini dastidan do'q deb qochib ketishdi. Boshlanib bo'lsin. Keling, eshik ochiq, keling. Eshik ochiq. Keling. Voyma. Hajvarma kiravolgur. Erkaklar turmaysanmi? Har shunaqa kimlarga qapal bo'ladi. Xudoyim, charchab qoldim. Men kuni bilan yura. Bo'lmaysanmi? Yerdagi ko'p. Keling. Meni shu yerga jo'natdilar. Menimcha sal adashdingiz o. Nasriddin akani ovullari bu. Chaqiring. Men banda o'sha xo'ja Nasriddin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz menga sovchi jo'natib, sizni tanimayman deb turibsiz-ku. Xudoyim, o'zing qo'ldan quvvatlagan. Boshingizga baxt chiqqanda o'rgilay. Bunaqangi baxt qushi boshqa bo'lsa bormi? Odamni anjir qilib tashlaydi. Nima dedingiz? Xush kelibsiz deyman. Ozgina taqir-tuqirlarim bor edi, maylimi? Olib kiring. Juvonlakkina bo'ldi, xudoyo. Ozgina qolib ketdi iloyo. Qachondan beri voysiz? Men nimalar qilib sat'atga olib kelmaysan bu? Juvonlakkina o'zim mana shu Sizlarga sig'mayapti, xo'mi? Menga sig'mas ekan, shuncha ichga sig'adi. Sizga deydi,
balo bo'lsa. Taqir tukurlarim haliga sepib. Qani bering, men ketaman. Ya. Hasarga qildan uzilib, Siz zamir yuklaringizni yarim kundan beri ko'taraman xonim. Qani bering. Yesib chiqsan. Topajon qarang, yangachonni diyor. Topajon qarang, yangachonni diyor. Xonadon faiz ko'p narsalarni bor ekan, foydadan xoli emas, yana kelsak bo'larkan, kesak bo'larkan, kesak bo'larkan. Topajon qarang, yangajon diyor, beradi bizdan joyi, yana tinmay so'qopdi. Shunisiga ham shukur qilib, hozir bundan ham qilib olasan. Bu yerdan teshib, tuyog'ingni chiqadi. Mana, bor. Nega qarang? Yerdan bilan xizmatingizni qilyapti ekan. So'kib qatlaringiz. Shuni so'kishyapsizmi? Voy. Hajurga, mana bunaqa bo'ladi. Haligi dadamiz katta buvomiz shunaqangi bog'lab so'kardilarki, shunaqangi o'xshatib so'kardilarki, oldida turgan, hali bo'ralar ham uyalganda qip-qizil bo'lib tushib ketardi. Bitta so'kat. Yo'q. Erta bahorda o'sha siz aytgan bo'liklar bo'l chekilgan paytda yaxshilab so'kib berasiz. Otamizdan dadamizga o'tgan, dadamizdan bizga o'tgan bu meros. O'sha dadangizni ham hovlimizga mehmonga chaqiramiz. Bo'liklar bo'l chekilgan paytda ikkala mazza qilib so'kishga o'tirasizlar. Dadamiz. Ha? Dadamizmi? Mayli, dadamiz. Dadamni taniysizmi o'zi? Yo'q, kim bo'ladi? Yo'q, tanimagan odam yo'q u. Dadamiz saroyda jallob bo'lib ishlaydilar. Kim? Jallob. Eshitgandayman, dadangizni judayam yaxshi odam deysan. Judayam yaxshi odam bo'ldilar. Abam boraman. Ha. Qilichim, zo'r qilichim, toshlarni kesgan qilichim. Qilichim, zo'r qilichim, toshlarni kesgan qilichim. Jalolning kundasi boshlarni kesgan qilichim. Jalolning kundasi boshlarni kesgan qilichim. Qulluq. Hayır, mana shu qilish bilan dadamiz 2000 ta odamni kallasini olgan ekanlar. Yana shuni ham aytib o'tdilarki, agarda kimdir seni xafa qilgudek bo'lsa, 2001-si bo'ladi dedilar. Ha, dada. Nima qilasiz? Mana men o'zim shu yerda turibman. Bitta mirshabakam. O,
Hoy deganni bir ursa yer bilan bitta qiladi. Ikkinchi qaytib turmaydi. Bitta aka, yo'q, ikkinchi aka, Mirsha. Haligi yo'q. Buni qarang, hammasi o'zimizdan ekanda. Biri urib o'ldirar ekan, ikkinchisi yuvib parar ekan, uchinchisi chiroyli bilan qilib ko'mib qo'yar ekan. Xuddi shunday. Tog'imda aytmadi. Tog'a saroyda zindonda taom bo'lishdilar. Ommadim chopganni qarang. Omadingizga. Keling. Shuni birinchi yerim bilmadi-da. Ana 10 yildan beri zindonda yog' otibdi. Ikkinchiga men bo'lsam kerak. Yo'q, ikkinchi yerim shu urug' ayog'imni kimligini aytganimdan keyin bechora go'shangaga kirmasdan qochib qoldi. Uchinchisi men bo'lsam kerak. Yo'q, uchinchisi so'radi. Shu haligi eski tutus narsalarni uyga tashigan. Nima men eski narsaga zo'r bo'lgan joy bormi? Endi sotgan kunlar keladi hozir. Ana, to'g'ri to'g'ri qo'yib katta uyam. Xonaga kirib dam oling. Kiring. Chaqqa kiring. To'xtang. Bu xonaga kirmang. Polisga kiring. Sal eshik kattaroq ekan. Siz bop ekan demoqchiman. Kiring. Bo'ling, chaqqa. Dukkaningiz olib kelaman hozir. Voy. Nega qarang taqsirim? Haligi ovqat mahal kelganda uyga borasizda, olib ketmasda. Shu uxlashingda 20 soat uxlasang ham mayli-ya. Xudo xotinni bittasi emas, yarimtasi naq bekafan ketkazib oladi-ya. Bilasizmi, kelakka kunimcha to'rtta yigit orqamdan gap olib kelsa bo'ladimi? Ikkitasi tegajonlagan qildi. Burishlarmandalar. Bilasizmi? Bitta chol bo'lsa, bilagimdan ahmoqlar. Xonangizdiranga o'chib ketdimi deydi odam sharmanda. Sharmandalar. Uyat bo'lsa ham, qo'l qarab qo'yilmay. O'zi yangajon, siz kimga kelayotganingiz? Shu yer yorilsa-yu, yerga kirib ketsa, bu yerga siz bilan bir yostiqda bosh qo'yaman deb keldim. Ajoyib, xursandman, judayam xursandman-da. Taqsirim, yana bu ayol rosa andishasiz ekan deb o'yladim. Yo'q, xudo asrasin, mana turgan bitganingiz andisha bo'ldi. O'zi otamning yakka yuragini qizimanda. Aka-ukalar, opa-singillar yo'q. Sizga aytsam, otamning birinchi xotinlaridan umuman farzand bo'lmagan. Keyin ketma-ket uylanavergan. Men 7-chi xotinlaridan tug'ilgan jayona qizman. Odam
ko'raman deb uylanaverarman. Yulduzim yulduziga to'g'ri keladigan ayol to'g'ri kelib qolsa, albatta o'g'il tug'iladi deydilar. Mana 20 yil bo'ldiki, yulduzlarga hech qanaqa yulduz to'g'ri kelmayapti. Ha, yomon, yulduziga to'g'ri kelmasa, bu juda ham yomon. Menga ham otamdan yo'qman shekilli. Yulduzim birorta yulduzga to'g'ri kelmayapti. Bilasizmi? 10 yil bo'ldi. 10 yil. 10 yildan beri har yili o'zingizga mos yulduz qidirasizmi? Bunaqa behayo gaplar bilan odamni sharmanda qilmang. Atigi 4 yilga tekkanman, xolos. Atigi 4 ha. Ay, demak, navbatdagi yulduzingiz men bo'lsam kerak, ha? Buncha nomusdan men qo'rqmoqchimisiz? Taqsirim, bunaqa gaplarni qayerga aytishni bilasizmi? Alloh qaytadi-da. Mayli-da, bo'lmasam, mayli. Tezda xonaga kiring. Darrov gap bo'ladi. Ya, xonaga kirsa nimasi gap bo'ladi? Xonaga kiring deyapsiz-ku? Avval. Taqsirim, nikoh qildim. Men xonaga kiring deyapman, xolos. Xonaga kirib soling. Voy bilasizmi, men shunaqangi soddaman-da. Taqsirim, qaysi xonaga kiring? Mana bunisiga kiring. Mana bunisiga. Mayli. Agarchi biror narsa kerak bo'ldi desa, xohlamasdan behijolat aytaman. Ekan Andisha xonim, aytaman. Xohlamasdan xonangizga kiring. Xonangizga kiring. Nariginasi? Maylimi? Boring. Xohlamasdan so'raylik. Iltimos qilib bog'lamasdan xonangizga kiring. Hali zardaman bordim. Mana shu tomon, mana shu. Ha. Voy xudoyim, bular bir-biridan qolishmaydi. Mayli, qo'ying. Yaxshi. Ana. Shunday. Yaxshi. Ko'chirishdi. Bu yaxshi. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz tuzukgina yuribsizmi? Salomatgina yuribsizmi? Sizdek bilimli, butun mamlakatga dog'ib ketgan insonga cho'g'ri bo'lib tushganimdan vaholanma xursandman. Haqiqatan qarasam-u. Bu xonadonga supursa supurgisi, ursa qurqmog'i, yotsa yostig'i bo'lib keldim taqsirim. Shuncha paytdan beri qayerda edingiz? Mana keldim taqsirim. Mama Yusuf Attorning qizi Zubaydaxonni ko'rman taqsirim. Maşallah, hayır, aferin. Taqsirim. O, Bu hovlini oxirgi marta qachon supurishgan ekan? bilmasam. Hamma yoq chang-to'zon, ibrisiga. Axir shu ahvolda ham yashab qo'yapmanmi taqsirim? Yashayapmiz. Taqsirim. O, Mana bunisi gilam qoqqani. o. Mana bunisi kiyim-kechak tozalashga. Mana bunisi esa hovli supurishga. Azim. O. Hozir hovlingizni chinniga qilib tozalab beraman. Keling, gapib qo'ying taqsirim. Ishni o'z vaqti bor. Uyda tozalik bo'lmasa, uxlay olmayman. Aytyapman u. Ishni o'z vaqti bor. Ayol kishi uchun eng avvalo ozodalik. Bilaman. Taqsirim, cho'poningizni yechib bering. Nega? Yo. Kela qoling. Taqsirim.
ko'rsatib turibman. Uyda. Hammom bormi? Biz uyda hammom yo'q, tog'larda cho'kamiz. Voy sho'ra. Endi mog'on bosib o'tiramiz ekanda, qo'ying. Rama, nahori gashtayo, nahori gashta. Esta bilan Rama, nahori gashtayo, nahori Iltimos, onangizga kirib birozdan oling. Onamga? Ha. Qaysi tomonga? Ha, bu tomonga. Chaqa-chaqa bo'libman. Mana shu oling. Qadamlashib oling. Kiring, damingizni oling. Xudoyim. Ular bir-biridan qilishga ketadi. Xudoyim, ha. Assalomu alaykum. Oling. Singlim, ko'ring. Shiyapsiz, keling singlim. Assalomu alaykum, shiyapsiz deyman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom deyapman, keling. Assalomu alaykum. Keling, xo'sh xizmat deyapman-ku. Keling deyapman, xo'sh xizmat deyapman. Nimaga? Onamni so'yapsizmi? Kichkina onamni so'yapsizmi? Men xolalaringizni so'yib nima qilaman? Ha, hamma xolangizni birdaniga so'radim. Ha, menga qarang. Otangizni ismlari qayerda? Xonimdon. Otangizni ismlari bormi? Otangizni ismi nima edi? Otangizni ismi nima edi? Otangizni ismi. Nega baqayapsiz? Baqayman. Qaysilasizmi? Qaymasizmi? Gaping bo'lmasa. Bugun Bo'lagansiz. meniki tot. Ha, otangizni ismi Burgut bo'lsa, sizniki To'lqon. Juda ham ajoyib. Akamizni so'yapsizmi? Lochi. To'lqon bo'ladi. Ajoyib, Juda ajoyib. Men tanishganlar g'oyat xursand. Bulbulday sayragan. Nima dedingizmi? Iltimos. Ichkariga kirib biroz dam oling. Ichkariga kirib biroz dam oling. Meni u deyapsizmi? Hozir meni og'zimdan o'ldiraman degan so'z chiqdi. Nega o'ldiraman? Falman aytdingiz meni. O deyapsiz taqadan. Falman aytdingiz meni yo. O deyapsiz taqadan. Aytib bersam onamga. Siz qilaman taqadan. Aytib bersam onamga. Ha
guruh aymoqingiz meni faqat qilish shart emas. Meni qarang, men nega sizni o'ldiraman? Sizni o'ldirib menga zalim ketdimi? O'ldirmayman, singlim o'ldirmayman. O'ldingizmi? Nega o'ldiraman? O'ldirmayman. O'ldirmayman deyapman. Keling, o'ldirmayman. Keling. Bu yoqda, Xudoyim, bu tomonda singlim, bu tomonga kiring. Mana bu xona sizni hujrangiz, kiring, navolang. Bu Xudoyim, o'ldirmayman. O'ldingizmi? O'ldirmayman deyapman. O'ldirmayman. Men sana o'ldirmayman. O'ldingizmi? Yo'q, o'ldirmayman. O'ldirmayman. Ana shunday. Kimdir yo'talyapti. Bunda kelyapti qo'shiq. Bir maslahat ish borda. Taqsirim. Maslahat ishni boshlashdan avval maslahat oshini qilish kerak. To'g'rimi o'g'limjon? Ha, to'g'ri. Bo'ladi, maslahat oshi bo'ladi. Shunga xizmat qilib berishingiz kerak. O'g'limjon gapini sal ichini chiqargan. Bildilar. Endi alhamdulillah peshonamizga yana 4 ta xotin bitadigan bo'lib turibdi-da. Shularni chiqarib bir nikohlab qo'yasizlar. Yo'q. Muborakkina bo'lsin. Mana bizda chiroyli qilib nikohdan beramiz. Odavoy. Endi bo'laganda. Vaqtga kiradigan ishlarim bor. Aslida kuyov shoshish kerak emasmidi? Keyingi to'rttasiga 5 to'y qilamiz endi. Taqsir. Ya o'ladigan joyda emassiz-ku. Bir bunday mehmon kelganda bir sholg'om qildirib qo'ymabsiz-da. Ay, yeysiz. Yeyman. Boshlaymiz. Qodir bor. Kiramizmi yo yo'qmi? Hozir o'ylab olay. Zubaydaxon. Zubaydaxon. Tayyormisiz? Tayyor ekanlar.
Endi qayoqqa? Bozordan bo'lsa. Ben tomonga bozordan bo'lsa. Voy
Axir o'z xotiningizni esdan chiqarib tuzib turasiz. Ha, esim qursin, ha. Ha, esim qursin, ha. Kelib o'z xotinim ham esimdan chiqadi, ya. Endi nima bo'ladi taqsir? Shunaqa gunohim tiqilib yotibdi. Bu gunoh sizni bo'yningizga. Xotinaringiz beshta bo'lib ketdi. O'zim ham hayronman, qanday qilib o'zimni xotinim esimdan chiqqaniga. Xudoyim, ha. Endi taqsir, xotinlaringizdan birontasiga taloq qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nima? Sekirada bir, sekira. Mana bulardan birortasi eshitib qolsa bormi? Na, teringga salom tiqadi ya. Taqsiri, men surdim. Choyxonada zo'r qimor bor. Qolgan gapni choyxonada gaplashamiz. Oy, astagfirullah, adashib ketdim. Yorib ana kelmoqda, osmoqda adam. Agar menga boqmasa, dovda rosa qiladi alam. Agar menga boqmasa, dovda rosa qiladi alam. Assalomu alaykum, taqsirim, assalomu alaykum. Qayerda yursan, keldingmi? Ha, o'tir. Taqsirim. Ha, Qo'shimizni nega ertaroq aytmadingiz? bor budini yig'sa, bir tugunga joy bo'ladi. Boshingga qo'yasan-da, kelaverasan-da xotin. Ha, unda. Ammo mana bu narsalarni xonalarga qo'yib chiqaymi? Yo'q, bu tomonda. Yo'q, odamlar bor. Odamlar, insonlar. Odamlar, insonlar bor. Unda bu yoqqa qo'y. Yo'q. Ay, taqsirim, namuncha bu yerda o'tirasiz, ha? Ay, qanaqa mehmonlar? Uy mehmonxonada, bu uy mehmonxona. Mehmonxona? Ha, bu tomonda kelinlar bor, kelinlar. Kelinlar? Ha, kelinlar bor. Ha. Voy, taqsirim, axir o'g'lingizni uylantirib qo'ydingiz-ku. Ha. Qaysi kelinlarni aytyapsiz? Men o'zim uyg'ondim-da. Ha? Men o'zim uyg'ondim. Ay, tushuntiribroq gapirsangiz-chi? Men o'zim uyg'ondim-da. Nima deyapsiz? Uyg'ondim. Ha? Uylandim. O'zim uylandim. Siz? Ha, uylandim. Nima? Siz uylandingiz? Nima? Meni bunga haqqim yo'qmi uylandim? Voy, taqsirim. Axir odam ishonadigan gapni gapirsangiz-chi. Ha, o'zimni zo'rg'a boqib kelyapsizki, ertalab yana ustimga xotin olishingizga o'laymi? Aldamay taqsir, aldamay, men asirman, aldamay. Aldamay taqsir, aldamay, men asirman, aldamay. Hay xo'jam, yor, aldar xo'jam, yor. Hay xo'jam, yor, aldar xo'jam, Afatımning so'zlari, uncha o'ynoq so'zlari. Afatımning so'zlari, boshqachadir izlari. Hay xo'jam, yor, aldar xo'jam, yor. Hay xo'jam, yor, aldar xo'jam, yor. Uylandim. Uylandim. Ha, uylandim. İşonmayman, taqdirim, ishonmayman. İşonmaysanmi? Ishonmayman. İşonmaysan ha? Ishonmayman. Ana ishonmaysanmi? Ishonmayman. O'zingdan ko'r. Ishonmayman. Boshladik. Jannaton! Zubaydaxon! Tamannaxon! Hocam. To'txon! To'ta! Yo'qda qaraylar. O'zingizni taqsir. Ha, yo'qda qaraylar. Tezroq. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, taqsirim. Va alaykum assalom. Fatima, bular bizni xotinlarimiz bo'ladi. Xotinjonlar, bu kishi ham bizni xotinimiz bo'ladi. Xullas, tanish.
Tanishing. Ranging dokadek oqarib ketdi. Hech endi, hech qiyin o'tirgani yo'q. Yaxshi. Sizlar xonaga boringlar. Bu yerda jiddiy gap bo'ladiganga o'xshab. Hamma xonasiga. Tez. Oppo. Xonangizga. Xonangizga. Nima qilyapsiz? Siz vaqt yo'qyapsiz? Nima? Shashayam tagida tug'ilganmisiz? Sho'yim boy ekan o'zi. Sho'yginam boy ekan o'zi. Hop, kiring xonangizga. Siz? Qani? Siz Shularga uylanishga majbur bo'ldim. Bo'lmasam, eshagim dumsiz olib ketardi. bundan ko'ra o'sha eshagingiz dumsiz qolsa bo'lmasmidi? Jalozingni xotinini nohaq talab qo'ygan erkaklar dumsiz eshaklar. Men seni o'ylab, o'zimni o'ylab shu ishlarga qo'ldan xotirjam. Qarichi. Shasharani oqda tug'ilgansiz deb. Kimga shama qilyapti? Shunchalik sodda bo'lasan. Xotin axir odamlar shar-sharani tagida bir-biriga baqirib gapirishadi-ku. Garab o'zingizga o'xshaganlarni yig'ib olibsiz-da. Menga qara, xotincham. Fatima, menga qarang. Mana bu hovlini ko'ryapsanmi? Ha? Bir yarim yil chidasang bo'ldi, xotinjon. Bir yarim yil chidasang bo'ldi. Shu hovli oyiga 10 tilloq sizga bo'ladi. Chidan kel, iltimos seni. Bir yarim oy, iltimos. Taqsirim aql ularsiz. Siz ularni emas, ular sizni bir balo qilib qo'ymasin deb shundan qo'rqaman. 20 yillik eringni ular bir yoqlik qilsa xursand bo'lasanmi? Voy, nimalar deyapsiz, taqsirim. Axir sizlar 20 yil bo'ldi turmush qurganimga taqsirim. Shunday, lekin senga uylanib aqlim kirganiga ro'parasi 17 yil, go'yo 2 soat bo'ldi-da. Ular shunaqa uylanib chidasang shu bo'lmasam yo'q. Shunaqa. Bo'pti. Nima? Nima? Javobini bering. Ketaman. Ketsang ketaver, yavrum. Ketsang nima parvoyim. Shu jonim omon bo'lsa, tog'da yana to'xtasin yonim. Shu jonim omon bo'lsa, tog'da yana to'xtasin yonim. Ket. Shunaqami? Shunaqa deng. Ket, yo'qolib ketar. Shunaqami? Bo'pti. Shu gapingiz uchun hech qayoqqa ketmayman. Yorib ketaman deydi-yu, ketgani qo'ymayman. Yorib ketaman deydi-yu, ketgani qo'ymayman. Yo'llarini olib, tog'dan o'tkazgani qo'ymayman. Yo'llarini olib, tog'dan o'tkazgani qo'ymayman. Xotinjonlar. Yo'q, qaranglar. Tezroq. Chaqirdim. Qalay? Zerikib qolmayapsizlar. Hammasi yaxshimi? Hammasi. Endi shu gap o'zaro kelishgan holatda uy ishlarini bajaraverasizlar-da. Bo'lmasam taqsirimga bir savolim bor edi. Yo'q, savol kerak emas. Menga bugun bir osh qilib qo'yinglar, osh qilib qo'yinglar. Taqsirim? Oshni kim qiladi? Beshalangiz ham oshxonaga tiqilib olmaysiz-ku. To'g'ri. Fatima to'g'ri gap qildi. Oshni oilalardagi eng yosh ayol. Tushunmadim taqsirim. Men
deyapti. Ha, shunaqa. Olaylarda eng yosh ayolmiz. Taqsirim. Ha. O. Taqsirim. Men kechgacha uyga qaytaman. Taqsirim. Ha. Tushundinglar, ha? Oshni cho'llar yediganidan bo'lsinmi, yigitlar yediganidan qilaylik. O'rta hol qilaveradi. Taqsirim, yoqibroq qilaylikmi? Shu o'zinglar birga qilaverasizlar. Tushundinglar, ha? Oshni men bugun eng yosh ayolning qo'lidan yeyman. Ha, men kechgacha qaytaman. Boring. Qani, ko'rib qo'yaylik-chi. Kim oshni qilar ekan, ha? Oshni mana men qilaman. Taqdirim aytdilar-ki, oranglarda eng yosh, eng go'zal ayolmisan dedilar-ku. Bo'lib qolaman. Sizningda eng yosh, eng go'zaliman deyman. Ha, endi shunaqa bo'lganidan keyin ilojinglar qancha? Yuzingizdagi bo'yog'ingizda hatto Sirdaryoni suviga ketmaydi, o'rgalaylik. Bu bo'yoqlarni yuvish uchun kamida bir hafta vaqt kerak. O'tiqlinglar bunaqangi gaplarni. Erim qanaqangi oshni yaxshi ko'rishni men judayam yaxshi bilaman. Undan keyin hali yoshim bir joyga borib qolgani yo'q. Oshni men qilaman. Voy tog'alar, voy Bas qilinglar. Taqsirimiz. Ataylar. Bizni urishtirib qo'ymoqchi bo'lib, mana shu janjalni o'ylab topdilar. to'g'ri. Xuddi tovuqlarga don sochgandek qildi-ya. Oyim aytgan edi-ya. Va afandi shaytonga ham dast berdi. Taqsirim. Ha, yo'lda ketayotib, bir zarur narsa hamma falon bersizlar. Yo'lda ketayotib, bir zarur narsa esiga tushib qoldi. Nimaga o'sha taqsirim zarur narsa? Shuni taylab ketayin deb keldi. Hop. Shakarab qilishni. Oshdan. Zubayda, siz yonga keling. Siz keling. Qolganlar ishini qilaversin. Hamma ishini qilsin, qolganlar ishini qilsin. Zubayda, men sizga ishondim. Ishondim. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Inson zoti erkak va ayol qilib yaratilgan. Tushunyapsizlar? Men bir o'zim mana, sizlar 5 tasizlar, oranglarda janjal chiqishi mumkin-da. Buni foydasi. Tursin. Oranglarda janjal chiqishi mumkin. Har narsa o'z vaqtida, navbati bilan bo'lgan yaxshilar. Tushunyapsizmi? Xullas, men hisobdan adashib ketmasligim uchun, oralaringda nizo chiqmasligi uchun teshik tog'larni ko'ryapsiz. Teshik tog'larni ko'ryapsiz. Anavi tog'larni? Ha. Nima qilib taqsirim tozalab kerak? Yo'q. Yomon kerak. Bir gapirib eshitdi. Taqsirim. Teshik tog'larni navbati bilan oralarni chetiga qo'yib borasiz. Tushunarlimi? Taqsirim. Hafta 7 kundan iborat. Sizlar 5 tamisizlar. O'sha favora dushanba kuni Fotimaning eshigini tagida bo'lsa, seshanba kuni sizni eshingiz tagida bo'lishi kerak. Chorshanba, payshanba, juma va hokazo shanba bozor tagida bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Taqsirim. Sal yo'lga o'rab keltirib. Demak, shu gap hamma tushunda. Mayli, bir ishni qilaveringlar. Sizlar tushundingizmi? Shunga bo'lsangiz yaxshi. Taqsirim. Aman.
Amayli. Bu yoqqa yuringlar. Aytsam ayta qolay. Aytaysan. Gap bor. Hamma qolaman. Ya. Uzun, Fatima. Oshli bo'ldi onasi, xotinlarning sarasi. Oshli bo'ldi onasi, xotinlarning sarasi. Hiç kim bilmesin o, bunu onlayı sunattı. Aymazda. Taqsiri. Yeydigan biror narsa qo'yib qo'ymayapsizlar-da. Qaysi? Yaxshi. Hay, taqdirimizga bir savolim bor. Endi beraveraymi taqdir? Bering. Mana deylik masalan, mana 5 ta xotiningiz kemaga tushib olib, daryoning narigi chetiga borib, yetaydigan daryo to'lqin birdan kelib ag'darilib ketsa, kema ag'darilib ketsa, qaysi birimizni birinchi bo'lib taqdirim, men suzishni bilmayman. Dazmolda cho'kib ketaman. Loyiha shu bo'lsa, yaqinlashishni umuman keragi yo'q. Yordamchilar. Farqi nima? Yozma chiqib o'tirmaydi-ku. Cho'kadigan. Men qaytib o'tirmasdim. Ko'prik qidirardim. Unday bo'lsa, jaydarichasiga so'raylik, begim. Hop, mana shu 5 ta ayoldan, xotinlaringizdan eng yaqini, ko'nglingizga qaysi biri? Men bilasizlarmi, suzishni bilmayman. Taqsiri. Kimdir meni qutqarish kerak, cho'kib ketaman. Olib qochmasdan faqat rostini ayting. Ay, kimni birinchi bo'lib qutqargan bo'lardingiz? Aytavering. Taqsir. Aytavering. Ayting. Bo'ldi. Aytaman. Bolalaringni qaysi biringizga yoqib ko'zli uzuk bergan bo'lsa, o'sha ayol ko'nglimga eng yaqin o'sha. Ana shunaqa. Endi men shomgacha qaytaman. Meni bilish qilinglar. Suylarni tushundingiz qilib qozonib qo'yamiz. O'sha ayol yoqib ko'zli uzukni kimga bergan bo'lsa, o'sha ayol ko'nglimga eng yaqinda. Men aytyapman. Bir kunda sevimli xotiniga aylanib qolish. Bugun shirinliklar tayyorlayman. Nima bo'lganda ham erim bilan fikrlayib yashab qo'ydim. Taqsir meni uy qo'yishdi. Jigastasidan uy qo'yaman. O'zim ham bilmay qoldim. Shunaqa deng. Shunaqa. Agar bilsangiz, mening xo'jayinim duch kelgan ayolga ko'z olaytirib yurmaydi. Biz anaqa bo'lib qoldik. Bilsangiz, Taqsir kechqurun yonimga kelib, menda ko'ngil borini aytdi. Bilmasalaring bilib qo'yinglar. Mening xo'jayinim nomingagina ersizlarga xolos. Nima? Nima deyapsiz? Shunaqami? Shunaqa
bir reja bor. Yuringlar. Nozik. Assalomu alaykum, taqsir. O'tiraman. Yaxshi o'tiribsizlar. Qornim to'q. Muzdekgina sovuq choy bo'lsa. Haliga negadir bugun boshqachamisizlar? Siz nega o'ldingiz? Erkaklarni ko'rdim, sal qishlamoqchi bo'lsak, Negadir sal xabar qilamoqmisizlar deymanda. Fotima, bor bitta ro'mol chopchip. Boshqa sabr shunda to'g'risamaydi. Bemalol bemalol. Lekin negadir boshqachasizlar-da. So'q. Chaqali. Bari boshqachasizlar-da. Ya. Ko'nglim behush bo'lyapti. Qayerdaman? Kimsizlar? Ovozingni chiqarmay tur! Kimsizlar? Mendan nima kerak sizlarga? Biz ayollar nomidan seni jazolagani keldik. Aybim nima? Sen va senga o'xshagan erkaklar ayollarning hurmatini o'rniga qo'ymaydi. Sen ayollarni aqli kalta, farosati yo'q deb mensimaysan. Aqlingiz judayam uzun, judayam farosatlisiz-da. Bizni aldashgan uyilma. Bo'lsa bordir, jahl chiqqanda gapirib yuborgandirman. Birinchi navbatda ayollarni kamsitadigan latifalarni aytishni bas qilasan. Nima? Qanday qilib? Hech qachon. Bu e'tirozing uchun tilini qilich bilan chopinglar. Xo'p bo'ladi janob oliyalar. Roziman. Bo'pti. Ayollar haqida latifalar aytmayman endi. Aytmayman. Bundan buyon faqat ayollarni ko'klarga ko'tarib maqtab latifalar to'qiysan. Qaynonalaringni maqtasin. Qaynonalaringni ham maqtasin. Lapashang yerlarni askiya qilsin. Bu nima bedodlik? Hech qanday xotinlarni ham maqtab bo'larkanmi? Boshimizga chiqib oladigan hir. Oy jallod! Bu ablahni boshini tanasidan judo qil. Tavba qildim, tavbalar qildim. Ertalabdan kechgacha iloji bo'lsa, tuni bilan, kuni bilan faqat ayollarni maqtayman. Va'dalaringga ishonsa bo'ladimi? Albatta ishonsa bo'ladi. Men yaxshi bilaman bu odamni. Uning birorta gapiga ishonib bo'lmaydi. Jallod! Bo'ldi. Iltimos, jallodni chaqirmanglar. Tavba qildim, kechiringlar. Bundan buyon faqat ayollarni maqtayman. Kechiringlar, yo'q, jallod kerak emas, yo'q. Pishta. Bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Endi kiyimlarimizni almashtirib chiqsak ham bo'ladi. Voy, boyaqish. O'lib netib qolmaydimi ish qilib? Voy, namuncha vahima qildingiz. Kiyimlarni, anavi asbob uskunalarni yaxshilab yashiringlar. Bu yog'i rejamiz bo'yicha ketadi. Taqsirli. Uxlab qoldim. Ozgina ko'zingiz ilindi. Shu ko'rishga ulguribman. Taqsir rosti baqir chaqir qildingiz. Tushingizda kimlardan kechirim so'rab bo'lsa, Masalan so'radik. Qizlar
Tasvirimiz tushlarni aytib bermoqchi. Men aytmayman. Shunda allaqanday bo'ylari bir quloch keladigan qaroqchilar sizlarni o'g'irlab ketmoqchi bo'lib kelishdi. Ularning hammasi qo'rqinchli, g'alati kiyingan, qo'llarida oybolta, o'roq, daskalla bir balolar bor ekan. Men sizlarga osonlikcha berib qo'yamanmi? Yo'q dedim-da, nima qilishni bilmasdan, jannat oyning dadasi bergan qilishni oldimda bu tomonga shatta, bu tomonga shatta qildim. 5 ta qaroqchining kallasi 5 tomonga uchib ketdi. Men ham charchab qoldim-da. Taqsirim, judayam charchadingiz. Turing. Bo'ynlari bir qiloshlagan qaroqchilar. Men sizlarni yolg'iz qo'ymadim. Bir o'zim 5 ta barzangi bilan olishdim. Sizlar meni bordirsizlar. Jonim ketsin. Men olishdim. Vaqtiyam oldi-da. O'zim rosa qotib uxlabman. Charchagan ekanman-da. Qayerda qoldilar? Fatima. Fatima. Jannatoy. Ko'pta. Zubayda. Birontay qarab. Ya. Xatmi? Nima deyishdik? Xo'p. Muhtaram va hurmatli jufti halolimiz Xo'ja Nasriddin janoblariga menga sizga ma'lum bo'lsinki, yaqin yalikim savjiy ojizalaringiz Zubayda bonu, Fatima bonu, Tamanno bonu, Jannat bonu, To'ti bonular yaqin qarindosh bo'lmish og'amizning bojasining jiyanining to'yiga ravona bo'ldik. Yaqin qarindosh. Sizni suyib bag'riga bosib, savjiy ojizalaringiz To'ti bonu, Jannat bonu, Tamanno bonu, Zubayda bonu va Tamanno bonular. Eshik ochib kelaveraylik. Eshik ochilgan. Janjalashgani keldim. Endi siz qoldingiz janjalashmagan. Kechani choyxonada gapirgan gapingiz esingizdan chiqib qoldimi? Qaysi biri? Qo'sh qotillikni va'da qilgandingiz, ikkinchi qotilga uylanishni maslahat qilgandingiz. Men ahmoq ikkinchi qotilga uylandim. Mana uylanganim 2 kun bo'lgani yo'q. Bir kun ochiq havoda, bir kun choyxonada yo'q yuribman. Tasdir. Men ham oldingizga borib qolaman choyxonaga zerikmasdan yuramizda. Astagfirullah. Boshimni baloga tiqib qo'yib, endi ustimdan turyapsizmi? Menga ham oson deb o'ylaysizmi? Men o'zim 5 ta ashlar bilan qolishmabman. O'ylasam masam qochib qolyapti-ya. Buni juda siqildim. Rostdan oling. Bu boshqa oling rostdan. Rost. Chiqaring. Chiqaring. Hozir. Voy, boshim og'rib ketdi-ya. Mana isboti. O'zim ham o'yladim, bu voqealar shunda bo'ldimi, 10 yilda bo'ldimi deb. Hozir gapir. Nima deysiz? Menda bir reja. Qanday reja? Qattiqroq kelgan. Qo'shxonaga boramiz. Senga yoningga 2 ta munosib yordamchi yollaymiz. Yordamchi? Yordamchi. O'sha yordamchilaring bilan birga meni hovlimga o'g'ilga chiqsin. Topsir, bunda tushuntiribroq gapiring, hech narsaga tushunmayapman. O'sha rejamiz ish bersa, avval meni xotinlarimni jazolaymiz. Keyin seni xotinlaringni boplab adabini beramiz. Ya, topsir, nimalar deyapsiz? Menikiga yolg'ondagan o'g'ilga tushasizlar. Men eshikni lay qilib ochib qo'yaman. Ular shovqin-suron qilasizlar. Men qahramonlardek sizlarga tashlanaman. Sizlar qochib ketasizlar. Topsir, borsamu, xotinlaringiz dodvoy solib, qo'shnilarni uyg'otib, bizni qozi qilib tasvirga bormaydimi? Yo'q, xavotir olma. Men 7 mahallani ogohlantirib qo'yaman. Uyimizda janjal suron bo'lsa, bemalol uxlayveringlar. Aytib qo'yaman, unday bo'lsa bajaramiz, tasvir. Qolgan
gaplarni choyxonada gapirsalar. Choyxona ko'rmay qo'ydingiz. Peshdan oldinda ortib keling, choyxonaga o'tib bo'lamiz. Ikki masak toshlar. Buni yana yedik. Ular men bilan o'ynashmoqchi bo'lishyapti. Yaxshi. O'ynasak o'ynashamizda. Shunday o'ynashaylikki, sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketsin. Namun coba pikir gitu. Kemudian isi harus pergi. Ini kelas statistik. Akhir sudah masuk dalam kan alhamdulillah. Kiri dan ini kotor boy karena. Apa sih? Apa bilang kan? Untuk kotor tushuntirgandir. Hammasi rejadagidek bo'lsin. Sizlar o'g'likni mahkam qilinglar, bo'shashmanglar. Mahallaga ogoh qilib qo'yganman, xo'pmi? O'g'lik tashkil bo'lsin. Men hovlixonada qolib turaman. Bizga joyga chiqib kelaman, xo'pmi? Boshlaylar bo'lsin. Ha, boshlaylar. Joy-joyiga qo'ymaning. Bo'lmasam, oyoq qo'lingni urib sindiraman. Mana qosov bilan boshingni urib yoraman. Kasbondan maqlasi dadajonimiz bergan qilishni olib kallas oling. Ay, ara. Voy. Boshingni sapchadan uzaman dedimi? Dedi. Adela. Oyog'ingni sindiraman dedimi? Oyoq qo'lini bog'la. Hani ketdik bu jinnixonadan. Ketdik. Tog'ajon, tarang, yangalar yerda yotdi. Deraning bittay dayib, yana to'ymay tuqoqdi. Hammol? Nima deganingiz u? Ha,
yordamlar chiqarib. Nima bo'ldi? Sen kim uchun? Qodir bangi meni rost akamiga urib, pachaq tashlashdi-yu. Haligi rejalashtirgan ishimiz sal o'xshamay turibdi-da, taqsir. Qaysi ish? Sheriklarimiz bir chiroyli bir vaznga ketishdi. Taqsirga va'da berib qo'yganmiz desam, bu ishni kechasi ham bajaraveramiz deydi. Hali kelganlar sani odamlar emasmidi? Nega ayamasdan urishyapti bo'ladimi? Voy jonim, voy bolam, bolam. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? O'g'rilar gidib hamma narsamizni chetga olib tashladi. Taqsimda yo'q tashladi. Voy. Taqsiring. Men sirdim. Chalamulla bangi, voy. Mana tiriklaring ko'rgan ketding-ku. Shunaqa bo'lma, unaqa. Ha, shunaqa bo'lma. Voy! Qolganlarga ko'rishdimi? Bo'pti, ketaveringlar bo'lsa, omon bo'linglar. Bo'pti, ketinglar bo'lmasa. Bo'pti, bu yoqqa ketasiz, qaytib kelyapsiz. To'polonga borasiz. Ketinglar. Ratatatatatatam, ratatatatatatam, ratatatatatatam. Oy, oy muborak boy xonim. Oyga 10 tilla muborak boy xonim. Podshoh janoblari tanlagan odamlar bilan garovda yutqazishdi. Men sen uchun, o'zim uchun qancha azoblar tortdim, xotinjon, qancha azoblar tortdim. Yaro, Ha. halol ish emasda taqsirim. To'g'ri. Garov halol ish emas. Har doimgidek haqsan. Senga tarbiya bergan ota-yu onangga ming rahmat. Endi biz ham bu yerdagi safarimiz qari xotin. Endi bu yerdan ketamiz. Qayoqqa boramiz? Boshimiz oqqan tomonga xotin. Voy, taqsirim. Bunda endi xotinlarni ustidan masxara qilmaysizmi? Ha, xotin zoti haqida mashoyixlarning bir gapi bor-da. Eshit. Ayol kishi erkak kishiga doim g'am tashvish keltiradi. Lekin o'sha keltiradigan g'am tashvishi yoqimli va kerakli g'am tashvish. O'zingdan o'rgilay xotin. Qani taqsirim. Boshi ham ko'rmasam. Tom boshida tog'ora. Tog'orada tog'ora.